Mana ayolimiz bizga murojaat qilib keldilar. Murojaatlarida hozir mana bolajonni biz tekshiryapmiz. Bolamiz yaxshi, to'rmuchasi joyida. Ayolimizni o'zini ko'radigan bo'lsak, lavlar oqarib ketgan, yorilib ketgan. Gemoglobin 74. Bunday holatda nima qilish kerak? Bunday holatda faqat gemoglobinni o'ziga qarab qolmasdan, albatta erta muddatlarda homilador bo'lgan vaqtdan boshlab qonda gemoglobin miqdorini ferritinda обязательно tekshirish kerak va gemostezigramma. Qonda mana shu 3 faktorni tekshirgandan keyin o'shanga qarab dori preparatlarini qabul qilishimiz kerak bo'ladi o'rtoqlar. Dorilarni talab ortish ichib bo'lmaydi, железа preparatlarni. Bir kun ichi, bir kun ham. Kamida длительность железа preparat 2-3 oy to'xtovsiz ichish kerak bo'ladi qon ko'paytirish uchun. 2-3 oy ichmasangiz bitta tabletkadan 2 mahal u sizga ishlamaydi.